Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 26 mart kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. AnjirPay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. AnjirPay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. AQSh dollari 12.171 so'm 61 tiyin bo'lib 24 so'm 39 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14.117 so'm 85 tiyin bo'lib 23 so'm 41 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 149 so'm 80 tiyin bo'lib 1 so'm 94 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 25 so'm 17 tiyin bo'lib 13 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.